Shopir akalar uzman olib qolganmiz 2017-yil. Bir qator pachmilarni yog'lab beryapmiz. Superlar ustuvchalarni alishtirib, chiroyli qilib yaxshi savdolarda pachimlarni yuvib tozalab, mana ideal qilib, chiroyli qilib, 2-3 yil qilib yaxshi yog'lardan yog'lab beryapmiz. Komplekt. Mana uzmanimizni pachimlarni ochib oldik, orqa tomoniga navbat. Mana pachimning holatlari, tozalangan holati. Hamma joyini o'zini holati yuvib tozalab, qaytarib o'ziga qattiq chiroyli qilib yog'lab qandiramiz. Mana masallovdan yog'layapmiz. 2-3 yildan beri masallovni ishlatamiz. Xudo xolsa atkaz qilgan yo'q. Yaxshi yuribdi. 2 yilda ochganlarimiz ham mashq holatda chiqyapti. U holatini hali yo'qotib, qorayib, tuyulib ketgan yo'q. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib ketinglar. Qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar.